biz bilan tadqiqot o'tkazishga tayyormisiz? Bugun qo'l bola siyoh yasaymiz. Masibekni qog'ozini siyoh rang qilib qo'yganim uchun qizil siyoh tayyorlayapman. Mana bunday qilib ochamiz. Musbatoy. Xo'sh, siyohing tayyormi? Mening yog'och qalamim tappa tayyor. Hozir. Ozgina qoldi, sabr qiling. Nima qilyapsan o'zi? Bankachada yo'q narsaning o'zi yo'q. Gul barglarni ham solib oldingmi? Qada, xushbo'y hid kelsin deyapman. Keyinchi qara, anor po'sti, temir qarindasi, ro'yan, achchiq tosh kukunini soldim, qarang. Shuncha narsani qayerdan olding? Tikkan o'rtoqlarimdan, bu buyumlardan qadim zamonlardan beri tabiiy, ekologik toza rang tayyorlashadi agar bilsang. Temir qarindasi qoraytirsa, ro'yan qizartiradi. Achchiq tosh esa rangni mustahkamlash uchun kerak. Bu ketishda siyoh emas, atlas matosini tayyorlaymiz shekilli. Buni nimasi yomon? Sen gapirib turgin. Ungacha mening antiqa siyohim tayyor bo'ladi. Kelishdik. Unda eshit. Qadimda, ya'ni 19-asrning o'rtalariga qadar siyoh va ruchka alohida buyum sanalgan. O'rta Osiyoda siyohlar saqlanadigan idish, dovot deb atalgan. Yonginasida esa qalam uchun maxsus tirqish bo'lgan. Xattotlarimiz uchi turli kattalikda o'yilgan qalamlarni dovotdagi siyohga botirib yozishgan. Bilasizlarmi bolalar? Qohira muzeyida eng qadimgi yozish moslamalari, siyoh uchun maxsus idishcha, yozish uchun qalam va to'qilgan siyohni shimdirish uchun ishlatiladigan qum hozirgi kungacha saqlanib kelinadi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu buyumlardan Misr Fir'avn saroyidagi xattotlar foydalanishgan ekan. Qadimgi Rim shahri hisoblangan Gerkulanumda olib borilgan qazilma ishlarida arxeolog olimlar loydan tayyorlagan idish va uning ichida qurib qolgan siyohni topishgan. Yaxshilab tekshirishgach, topilma siyoh ekanini va u kul bilan yog' aralashmasidan tayyorlanganini bilib olishgan. Hozir biz biladigan siyohlar paydo bo'lgunicha qancha narsalarni aralashtirib yozib ko'rishmagan deysiz. Siyohni yong'oq po'stlog'idan, oltin va kumush kukunlaridan, yelim, qayrag'och yaproqlariga in qurgan qo'ng'iz lichinkalaridan, misdan tayyorlashgan. Sanab o'tganlarimning hammasi mayda kukun holiga keltirilib, yelim, o'simlik moyi qo'shib aralashtirishgan. Yong'oq po'stlog'idan qilingan siyohda yozilgan xatni o'qish uchun 10-12 soat kutish kerak bo'lgan. Nega deysizmi? Sababi siyoh yozilgan zahoti o'qib bo'lmaydigan darajada rangsiz bo'lgan. Keyin 10-12 soat o'tgandan so'ng qorayib xatlarni o'qish mumkin bo'lgan. Oltin va kumush kukunlari aralashtirilgan siyohlardan esa muqaddas kitoblarni yozishda foydalanishgan. Qadimda eng qimmat hisoblangan qizil siyoh eramizdan avvalgi 3-asrda tayyorlangan ekan. Uning 1 grammini tayyorlash uchun 10 mingta mayuska kerak. 1 kilogramm qizil siyoh 45 ming tillaga baholangan. Musbatoy, sen tayyorlagan siyoh tayyor bo'ldimi? Voy, gap bilan bo'lib xabar olmadim. Hozir. Qiziq, qanaqa siyoh olib kelding? Masibek qara. Turli rangdagi siyoh paydo bo'libdi. Aytgan edim, ku yaxshi chiqadi deb qo'ymisiz? Qoyilman. Endi bu siyoh bilan o'zimiz tayyorlagan qog'ozga chizsak bormi? Men yaxshi ko'radigan kamalak paydo bo'ladi. Kamalak? Bu haqda ertaga gaplashamiz, maylimi?